Таң алдыдaki қараңғылық. Abdori Qaraxan. 7-ci qism. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarım. Sharqiy Turkistondagi chorasiz xalqimiz, ota-onalarimiz, aka-uka, adi-singil, navri qarindoshlarimiz irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan bugungi kunda namoyishlarga chiqmasak, imzo atmasak, yig'ilishlarga qatnashmasak, guvohlik bermasak, ochiq taqdirimiz ustida bosh qotirmasak va uningga qanday taqobil turish to'g'riliq so'g'oqqonlik bilan o'ylanmasak, razil Xitoy kommunist tajovuzchilaridan qanday qutulish to'g'riliq biror aql chora izlamasak, nasabimizning yiltizimizning qurib tugab ketishiga bizning beparvoligimiz sababchi bo'lib qoladi. Buning hisobini qor qiyomatda Alloh oladi, tarix oladi, o'z vijdon imoninglar oladi. Albatta men bu gaplarni har vaqt sagak turgan qarindoshlarimga demadim. Men boy deb o'tgandek bu chaqda qattiq pushaymon qilsaqmi, beparvolik sababidan o'tkazib o'tgan bu vaqt, bu fursatlar o'rniga kelmaydi qarindoshlarim. Dunyomu, osmon zaminmu, dal-daraxt, hatto qushlarmu, farishtalarmu sizlardan bezor bo'ladi. Bizning umumiyuzlik ittifoqlashib Xitoy kommunistlarga qarshi turishdan boshqa hech qanday tanlash yo'limiz qolmadi. Biz o'zaro bo'linayotgan talash tortishlarni, kundan kunga o'tkirlashib ketayotgan menmanchilikni, cho'ngchilikni, o'xya uchidek ziddiyatlarimizni o'zimizga emas, Xitoy kommunistlarga qartayli. Muhojiratdagi bu ziddiyat urug'larining aramizga chechilishida Xitoyning qo'li yo'q deb birasinglar isbot bera olamsizlar? Qisman qarindoshlarimiz nodonligimiz tufaylidan tegi ko'rinmas ziddiyat qaynamlarga g'arq bo'lib ketdik deyishinglar mumkin. Ey suyimli qarindoshlarim, biz o'lim girdovida jon talashayotgan turuqliqmi nodonligimizni tashlay olmadik? Tegi ko'rinmas ziddiyatlarimizni to'xtatmadik. Aziz qarindoshlarim, zaharlik o'qiyaning uchini biz o'zaro bir-birimizga emas, tarixiy dushmanimiz bo'lgan Xitoy kommunist tajovuzchilariga qartayli. Demokratik erkin davlatlarda qurilgan barliq Uyg'ur tashkilotlari va muhojiratdagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz inshaalloh mushu yili, ya'ni 2019-yili ittifoqlashib bir tan, bir jon, bir safda bo'lib Xitoy kommunistlarga qarta xalqaro jamiyat bilan moslashib kurash qilmasak, mujodala qilmasak, kelgusi avlodlarimizga qaysi yuzimiz bilan qaraymiz? Ota-bobolarimizning, shahidlarimizning ruhiga qanday qaraymiz? Xitoyning tapini ostida ezilib, iffat nomusidan ayrilib, jon bergan gul bergidek qizlarimizga, hadi-singillarimizning ruhiga qanday qaraymiz? Hozir men o'yg'inayli degan gapning o'rniga ittifoqlashayli degan gapni deyishni to'g'ri ko'rdim. Chunki ko'p sondagi qarindoshlarimiz o'yg'inib bo'ldinglar. Diqqat bergininglarga rahmat.